Salom do'stlar. Bugun sizlarga juda foydali bo'lgan Boy ota kambag'al ota kitobidan asosiy fikrlarni so'zlab beraman. Bu kitob Robert Kiyosaki tomonidan yozilgan. U hayotda ikki xil otaga ega bo'lgan. Biri o'zining biologik otasi, ya'ni kambag'al ota. Ikkinchisi esa do'stining otasi, boy ota. Robert bu ikki odamdan moliyaviy hayot bo'yicha juda katta saboqlar olgan. Kambag'al otasi juda bilimdon edi. Uning yuqori darajadagi diplomlari va ilmiy unvonlari bor edi. Lekin u har doim pul yetishmasligidan shikoyat qilardi. Uning asosiy fikri shunday edi: pul muammo, pul haqida gapirish yaramaydi. Moliyaviy muammolar hayotning ajralmas qismi. U faqat maktabda yaxshi o'qish kerakligini, yaxshi ish topish kerakligini ta'kidlar edi. Boy ota esa mutlaqo boshqacha fikrlardi. Uning o'rta maktabdan diplomi ham yo'q edi, lekin u moliyaviy savodxonlikka ega edi. Uning fikri shunday edi: pul bu imkoniyat. Agar sen pulni tushunsang, uni boshqarishni o'rganasan. U bolaligidan Robertga moliya, biznes va investitsiya asoslarini o'rgatgan. Robert yoshligida bu ikki fikrlar orasida sarosimada qolgan. Bir tomondan pul yomon degan gap, ikkinchi tomondan pul imkoniyat degan fikr. Oxir-oqibat u boy otasining fikrlarini qabul qildi. Boy ota shunday der edi: kambag'allar ish izlaydi, boylar esa imkoniyat yaratadi. Robert boylik siri nimada ekanligini tushunib yetdi. Moliyaviy savodxonlik, passiv daromad manbalarini yaratish, ishlamasdan ham daromad keltiruvchi aktivlarga ega bo'lish. Kambag'al ota esa shunday derdi: ishing bo'lsa bo'ldi, ish haqi olasan, xavfsizlik. Boy ota esa derdi: ishlash yaxshi, lekin pullaring senga ishlashi kerak. Masalan, kambag'al ota har doim daromadni ko'paytirishga harakat qilardi, lekin daromadi ko'paygani sayin soliq ham oshardi, xarajat ham ortardi. Boy ota esa daromad manbalarini ko'paytirardi, ko'chmas mulk, biznes, investitsiyalar orqali. Kambag'al ota ko'proq o'ylardi: menga buni sotib olishga pulim yo'q. Boy ota esa qanday qilib men buni sotib olishim mumkin deb fikr yuritardi, ya'ni imkoniyatlarni izlardi. Robert Kiyosaki shunday xulosa qiladi: moliyaviy ozodlik bu qancha pul topish emas, balki pulni boshqarish qobiliyati. Shuningdek, boy ota unga shunday maslahat berdi: pul uchun ishlama, o'zing uchun aktivlar yarat, moliyaviy bilimga sarmoya qil. Kitob davomida Robert juda ko'p real misollar keltiradi. Ko'chmas mulkka sarmoya qilish, biznes boshlash, moliyaviy oqimni boshqarish. Va eng asosiy dars: moliyaviy mustaqillikka erishish uchun doimiy o'rganish va amaliyot kerak. Robert bolaligidan boshlab kichik tadbirkorlik loyihalar qilgan. Eskirgan komikslarni ijaraga berish, ichimliklarni sotish, bozor imkoniyatlarini qidirish. Bu kichik loyihalar unga moliyani boshqarishni o'rgatgan. Boy ota unga yana shunday deydi: boy bo'lish bu omad emas, bu bilim, tajriba va intizom natijasidir. Shuning uchun Robert Kiyosaki o'z kitobi orqali barchaga moliyaviy savodxonlik kerakligini o'rgatadi. Chunki maktabda bizga bu bilimlarni bermaydi. Xulosa qilib aytganda, ishlash bu yaxshi, ammo haqiqiy boylik uchun pul siz uchun ishlashi kerak. Doimiy o'rganish, sarmoya qilish, aktivlar yarating. Moliyaviy mustaqillik o'z qo'lingizda. Agar siz ham moliyaviy ozodlikka erishmoqchi bo'lsangiz, o'rganishda davom eting. Pulni boshqarishni o'rganing va hech qachon taslim bo'lmang. Kanalimizga obuna bo'ling va videoni do'stlaringizga ham ulashing.